Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərdən qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qədəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay Ürümçi aerodromining ismini o'zgartdi. Xitay Avasiya idorasi yaqinda Organ Torbekitida Puxralar aerodromining nomini o'zgartgan bo'lib, Ürümçi Divopo xalqaro aerodromining nomini Ürümçi Tianshan xalqaro aerodromiga o'zgartgan. Bu Ürümçi Divopo xalqaro aerodromining nomini o'zgartish rasmiyatining rasmiy tamomlanganligidan derak berdi ekan. Xitoy xalq to'rining 21 mart xabar qilishicha 2024 yili 23 iyul atalmish Xinjiang aerodrom guruhi Divopo xalqaro aerodromining nomini Ürümçi Tianshan xalqaro aerodromiga o'zgartish to'g'risida jamiyatdan fikr edish uqtirishi chiqarganligini da'vo qilgan bo'lib, bu oyda ism o'zgartish tasdiqlangan. Xitoy rejimi 2023 yili Xotan aerodromining nomini Xotan Kungang aerodromi deb o'zgartgan bo'lib, Xitoy xabarlarida yana Qashqar, Aqsu qatorliq viloyatlardagi aerodromlarning nomlarining o'zgartilishi mumkinligi tilga ilingan edi. Xitoy Xotan aerodromining nomini o'zgartish qilmishini yo'lliq ko'rsatish uchun bahona ko'rsatib, Xotan aerodromining 1931 yili qurilganligini, uning qurilgan vaqti bir qadar boldir bo'lg'achqa aerodrom maxsus nomi kam bo'lib, atalmish transport aerodromini ishlatishga ijozat berish belgilamasining 38-moddasidagi talabga uyg'un kelmaydiganligini, atalmish Xotan shaharlik hukumat jamiyatdagi har sohadan bu haqda fikr olgandan keyin Xotan aerodromining nomini Kungang aerodromiga o'zgartganligini da'vo qilgan edi. Xitoy yana Kungang degan nomning Xitoyning janub va shimoliy sulolalar davridan Liang sulolasi davrida yozilgan ming so'zlik dasturidagi Qoshtashi Kungangdan chiqadi degan she'rdan naql elinganligi, buning cho'nqur tarixni o'z ichiga olgan alohidalikni namoyon qilganligi haqida jar solgan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyati qatorida Sharq Turkistonni tubdan xitoylashtirish uchun yer-joy nomlarini o'zgartirayotganligini, Xitoy bu xil terror siyosatini oldingi asrning 60-yillarida ijro qilib, Sharq Turkistondagi ko'plagan yer nomlarini xitoychaga o'zgartganligini, turli bahonalar bilan ism o'zgartish jinoyatining yaqinqi yillarda qaytadan kuchaytirilib ijro qilinishga boshlaganligini bildirishmoqda. Xitoy tashqi savdo korxonalarini xatarga tayyorlik qilishga chaqirdi. Xitoy bosh ministri Li Qiang Xitoyning tashqi savdo korxonalarini savdo sohasidagi xatarga tayyor bo'lishga chaqirgan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining 21 mart xabar qilishicha, Xitoy bosh ministri Li Qiang Xitoyning tashqi savdo korxonalarini tashqi muhitning barg'ansiri kuchayayotgan xirislari bo'libmi Amerikaning boj o'stirish harakatlariga qarshi chidamchanlikni kuchaytirishga chaqirgan. Xitoyning Fujian o'lkasida o'tkazilgan bir yig'inda so'z qilgan Li Qiang tashqi savdo vaziyatining murakkabligini ta'kidlab, korxonalarning bozorlarni ko'p yo'nalishli qilishi, savdo usullarini yengilishi va mahsulotlarning raqobat kuchini o'stirishi kerakligini ta'kidlagan. Li Qiang yana xususiy korxonalarning Xitoyning tashqi savdosiga qo'shgan to'kpisining ko'rinarli ekanligini ko'rsatib, hukumatni xususiy korxonalarni texnik kuchli tariqada qo'llashga chaqirgan. U yana bir qism shirkatlarni ziyorat qilgan. Bu jarayonda Li Qiang marka ta'sirini kuchaytirishning va tashqi savdo korxonalari o'rtasidagi hamkorlikning muhimligini ta'kidlab, ularning faoliyatiga yordam berish uchun nazorat va tamojna unumini yaxshilashga chaqirgan va Xitoyning tashqi mablag'ni jalb qilish planini qayta ta'kidlagan. Yaqindan beri Amerika shirkatlari Xitoydan chekinishni tezlatgan bo'lib, Xitoydan chekinayotgan shirkatlarning 41%ni sanoat, taraqqiyot, tadqiqot va texnologiya shirkatlari tashkil qiladi ekan. Garchi shirkatlarning 38%i Osiyodagi boshqa taraqqiy qilayotgan davlatlarga ko'chishni planlagan bo'lsa-mu, Amerika, Yevropa ittifoqi, Yaponiya va Koreya qatorliq taraqqiy qilgan davlatlarning jalb qilish kuchi borgan sari oshmoqda ekan. Iqtisodshunoslarning qarashicha, Trump yo'lga qo'ygan boj siyosati kasadlashayotgan Xitoy iqtisodiga texmi ig'ir ziyon elib kelgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Xitoy iqtisodining ostlaydiganligini mo'ljallagan bo'lib, bu yil Xitoy iqtisodining 4.8% o'sadiganligini, 2026 yilga borganda 4.4% ga tushib qoladiganligini ilgari surgan. Xitoy moliyasi tamojna beji sababli xirisga duch kelgan. Xitoyning moliyasi Amerika prezidenti Donald Trampning tamojna beji siyosati sababli xirisga duch kelgan.
New York vaqt gazetining 21 mart xabar qilishicha, Xitoyning eng yangi hukumat xomchodi diqqat tortadigan bir statistika uchurini oshkorlagan bo'lib, bosh kirimidagi ko'rinarli to'vallash uy-mulk bozorining vayron bo'lishi, yerlik hukumatning vayron bo'lishi qatorliq iqtisodiy masalalarni hal qilishda qiyinchilik tug'dirgan. Bildirilishicha, maliyadagi chekinish Xitoy rejimining Amerika hukumatining boj o'stirish harakatiga duch kelayotgan eksport kasblarini qo'llash iqtidorini cheklab qo'ygan. Yaqinqi yillarda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyot sur'ati ostilgan bo'lsa-mu, boj kirimi muqim turgan. Ammo bu qatimqi tuvallashning alohida ko'rinarli bo'lganligi diqqat qo'zg'agan. Boj kirimining ozayishi korxonalar va hukumatning moliya iqtidorini ojizlashtirib, qarzlarni ado qilishiga qiyinchilik tug'dirgan. Amerika Xitoyning Ironga chetishliq neft cheklash zavodiga jazo yurgizdi. Amerika Xitoyning bir neft cheklash zavodini jazo tizimligiga kirgizgan bo'lib, mazkur shirkat Ironga chetishliq bo'lish bilan ayblangan. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Amerika Moliya ministrligi 20 mart Ironga aloqador yangi jazo qarorini e'lon qilgan bo'lib, mazkur qaror Xitoyning neft cheklash zavodi Shandong Shouguang Lucheng neft ximiya cheklash shirkati va uning zavodlarini xom neft bilan ta'minlaydigan paraxodlarni nishon qilgan. Bu Prezident Trumpning 4-qatimliq zo'r ko'lamli jazo e'lon qilishi bo'lib, Eronning yadro quroliga erishishining va qurolli guruhlarga mablag' selishining oldini olishni maqsad qiladi ekan. Bu jazo yana Eron neftining Xitoyga to'shilishi bilan munosabatli 12 shirkat, organ va 8 paraxodni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Eronning eng ko'p neft import qiluvchisi bo'lib, Amerika Moliya ministrligi mazkur Xitoy shirkatining bosh ijroiya amaldori va qonuniy vakili Wang Shouchangni alohida bekitilgan davlat fuqarolari tizimligiga kirgizib, amerikaliklarning uning bilan savdo qilishini cheklagan. Buningdan boshqa Xitoyning bir neft gaz terminali jazo yurgizilgan paraxodlardan kelgan Eron xom neftini setib olganligi va saqlaganligi uchun jazolangan. Kanada Amerikaga bo'lgan beqindilikni azaytish uchun Yevropa bilan suhbatlashmoqda. Kanada Yevropa ittifoqi bilan Amerikaga bo'lgan bexatarlik beqindiligini azaytish maqsadida bir Yevropa ittifoqi tashabbusiga qatnashish uchun suhbat olib bormoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Kanadani Amerikaning 51-shtatiga aylantirish uchun iqtisodiy besim ishlatadiganligini aytib tahdid solgan bir paytda Kanada bosh ministri Mark Carney mudofaa ministri Bill Blairga o'zgarayotgan sharoitni nazarda tutgan holda Amerikaning F-35 urush aeroplanlarini setib olish masalasini qayta ko'zdan kechirish vazifasini topshirgan. Carney Kanadaning ta'minlash manbalarini xilma-xillashtirishni va bu davlatning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishni planlayotganligini aytdi. Çarşamba günü Yevropa İttifaqı'nın icraiya organi a'zo davlatlarning harbiy uskunalarining ko'p qismini Yevropadan setib olishga rag'batlantiradigan tayyorlik 2030 bexatarlik strategiyasini e'lon qilgan. Bu strategiya asosligi Yevropalik ta'minlovchilar bilan hamkorlashishni hamda ba'zi ahvollarda baholarni tuvallatish va buyurtmalarni tezlashtirish uchun Yevropa Ittifoqi yordami olishni tavsiya qiladi ekan. Hamas Tel Avivga yana hujum qildi. Hamas Isroiliyaning G'azzaga qayta qo'zg'agan hujumi va minglarcha ayol bolalarini o'ldirishiga qarshi Isroiliyaga qaytirma hujum qo'zg'adi. Bu sababli Isroiliya qo'shinlari G'azza rayonida quruqlik harakatining kuchini oshirgan. Bu ahvol 2 oylik urush to'xtatish kelishimining vaqti tugagandan keyin to'qinishning kuchayganligini ko'rsatgan. New York vaqti gazetining 21 martdagi xabarda bildirilishicha, Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu davlatlik istixborot organi Shinbetning mas'ulini vazifasidan qoldirishni planlagan bo'lib, dal bu paytda kishilar tutqunlarni qo'g'dash uchun namoyish qilgan. Isroiliya tutqunlarni qaytarib olish bilan birga Hamasga qarshi harbiy zarba berish haqida izlangan. Hamas bo'lsa yashashga kapolatlik qilish talabida ching turgan. Bu jarayonda Amerika prezidenti Donald Trump davron qilgan G'azza plani ojizlagan. Arab rahbarlarining plani bo'lsa Isroiliya tarafidan rad qilingan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.